Avangarddaman. Hop, New Holland B90. Rachok oldi ko'taradi, orqaga o'raydi. Apparat farsini kechib olindi. Ayb shunga qo'yilyapti. Hozir borib ko'ramiz. Buni aybi shunda bo'lyapti. Plunjer virbitkasi bor. Zo'r emas, ko'rinib turibdi. Mutli bo'lgan plunjer, o'sha xiralashgan. Xo'p, kelgan. Pompa mashin virbitka yotibdi. Endi kamerada ko'rinadimi yo'qmi? Mana ichlari bir ishqalangan, bir ishqalanmagan. Mana har xil joylari bor ichida, bir yegan, yemay teggan, tegmagan. Xullas, pompa almashyapti. Plunjer almashyapti. Keyin rem komplekti. Pompamiz avvalgidek yaxshi brend bu. Ko'pchilik ishlatadi. Mana ochilgan holati 20lik, 20 mm. Marata ketganidek masla kraska tegmagan video, mana masla hali kulush tegmagan. Endi mana o'rnatamiz. Ilov tushdi, lagan tushdi. Breka qo'yildi. Regulator tushdi. Davom etamiz. Xo'sh. Yig'i bo'lindi. Rolik press tushdi. Tanlagan gali. Tushdi. Plunjer chiqamiz. Plunjerimiz mana shunaqa brend bo'ladi. Bu taniqli brend. Buni saytlari, ofitsialniy hamma narsalari bor. Hop, nomeri mana 44 56 yoki 456. Maslo, marata ketganda masla. Mana bunda birka bor. Nimagadir bo'lib birka uradi tepaga. Probami, bilmadim, men tillarda bo'ladi-yu. Lekin yaxshi chiqyapti mashina. Yozuvlar ham bo'ladi. Bir xillarda bo'lmaydi yozuvi. Mana xullas. Masla. Yer qo'yildi, shtutslar taqiladi. Chiqish tushishi to'g'rilandi. Klapni qo'yamiz. Shtutslar klapni bo'ldi. Şut göreyim bakalım.